Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Navbatdagi oshxona mebelimizni sizlarga ustaxonadan obzorini qilishda boshladik do'stlar. Xo'p, bu ishimizni Andijon Shahrixon shahriga qilganmiz bu ishimizni do'stlar. Xo'p, bu ishlarimizni razmeri keladigan bo'lsak, uzunasiga 460 sm, balandligi esa 270 bo'lgan rossiyskiy laminat, ustilar rossiyskiy 4 sm starshinsa bo'lgan. Xo'p, kafellari, gaz mo'ykalari bor. Ularni ertaga xudo xolsa inshaalloh uyiga olib borib, klientni uyiga o'rnatib bo'lgandan keyin ochiladi. Sizlarga ozroq chola bo'lsa ham obzorini qilishda boshladik do'stlar. Xo'p, bu yoniga keladigan bo'lsak, final qismini joylaganmiz. Bu yerga esa propan balon, tepasiga esa polkalar qilganmiz. Undan keyin esa рабочий zona va bu yerga esa gaz dimoxodlarni joylaganmiz. Undan keyin esa yana рабочий zona va bu yerga esa tortmalarni qo'yganmiz do'stlar. Taylari ham polniy laminatdan bo'lgan, yaxshisidan. Xudo xolsa tandem rollarda ishlatganmiz do'stlar. Bu yerga esa mo'yka qismi, tepasiga esa shushilka qo'yamiz do'stlar. Ularni endi uyga borganda bir chekkadan joylab berib ketamiz. Bu yoniga esa xolodilnigini 180 ga 60 sm xolodilnikka joy qilganmiz. Rossiyskiy dupvatan laminatda va mokriga kombinatsiya qilganmiz do'stlar. Chekalari polniy plastmassa kromka. Undan tashqari esa bunimiz esa kichikroq 3,5 metr joyga tushadigan, balandligi esa 210 sm ga bo'lgan Andijon Xreveyga bo'lgan bunimiz esa do'stlar. Bunimiz ham starshinsalarni qalin, orqalarini esa granit qilganmiz. Bunimiz tayyor, shunday olib borib qo'yib bilan kela oladi. Undan tashqari esa bu tomonlarda bozorimizni Andijon mebel markaziga borib do'konda sotiladigan ishlarimiz. Bularimiz ham xudo xolasa cholalari bor. Bunimiz esa 3 metr. Xo'p, bunimiz esa narxiga keladigan bo'lsak do'stlar, xo'p, bunisini uyingizga o'lchab yasash kerak bo'lsa, bunimizni 1 pagona metrini 3 million so'mdan yasab beramiz. 1 pagona metri eniga 1 metr, balandligi 270, 280, 260, bo'yni baland pastligiga qarab summasi o'zgarib oladi do'stlar. Bunaqa 2 etajligini eladigan bo'lsa, bu akril materialdan, bunisini esa 2 million 300 ming so'mdan granitlari, mo'kagan shushilkalari ichida yasab berganmiz. Razmerlarning farqi yo'q. Kimga shunaqa mebellar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastini umurlab bemalol aloqaga chiqa olasizlar.